Tojikistondan nimaga keldik? Oshga. Aha. Oshdan nimaga Turkiyaga harakat qildik Turkiyaga. Turkiyaga ketib o'tavlangizlar. Ha, bilet Turkiyaga bordi. Aha. Ati joningiz qanday? Rahmatov Komil Abdulloyevich. Aha. Qaysi yerdan jarani bo'lasiz o'zi? Tojikistondan. Aha. Tojikiston Respublikasidan. Qayerdan? Xo'janddan. Ha. Anan aljaqa nega ketib o'tadingizlar? Endi urush ketyapti-ku Palestinada, yevreylar bilan. Judlar bilan. Ha, siz aljaqa sizni birov jarib mügüttedi, o'sha yoqqa borish kerak deb, siz o'zingiz ile o'z aldingiz. O'zim xohishim bilan ketaman inshaalloh. Siz endi aljaqa borib, o'shunda qayerga, qaysi darakaga borayin dedingizlar? Qaysi yerga borayin dedingizlar? Yoqqa bo'lgandan keyin o'sha obstanovka hal bo'ladi, erta bo'lgandan keyin. Yo'q, oyoqqa qaysi shahardan, qaysi o'lkasidan, Turkiyadan nari? Turkiyadan o'zi erta nima bor ekan, avtobuslar bor ekan. Avtobusda yetkazib borar ekanda. Endi o'sha surishtiradi odam erta, misol, bu yoqqa oshga kelsangiz, falon joy qayerda deb so'raysiz. Etam shu-ku endi. Biroq o'shol qaysi yerga, qaysi ayolga? Palestinaga. Palestinaga. Anan al yerda ne qilayin dedingizlar? Yordam beramiz musulmonlarga. Qantib yordam berasiz? Hay, urush qilamiz. Urush qilib qantib emi? Alar sizdan yordam so'radi-ku, qanday? Yo'q, kim hech kim so'ramadi, o'zi odam xohishi bilan